toshsa keyin dengiz to'ladida, ko'kka boqqan ko'zlar yulduz ko'radida. Daryo toshsa keyin dengiz to'ladida, ko'kka boqqan ko'zlar yulduz ko'radida. Bek bolasi baribir bek bo'ladida, bek bolasi. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Diyora qizim, salom alaykum. Chin qalbimdan xalqimiz nomidan mana shunday jasoratli, matonatli, fidoi qizim borligidan g'ururlanaman. Kamdan kam bo'ladigan g'alaba bo'ldi. Dunyo qoyil qoldi. O'zbekistonda obro'yingizni yuzaga ko'tardingiz. Rahmat qizim. Bunga g'alabangiz o'zbek ayoli, mana sevimli qizlarim nimaga qodir ekanliklarini yana bir marta dunyoga namoyish etganingiz uchun juda minnatdorman. Bugun albatta uy bilan gaplashganda mana nomdan ota-onaga katta rahmat qo'yasiz qizim. Rahmat katta. Hakamga topshirmoqda Ismoilov. Hakamga. G'alaba! Chempionlik! Tabriklang, yoningizda kim bo'lsa tabriklang. Qahramonlik bilan, misli ko'rilmagan qahramonlik bilan O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi g'alabaga erishyapti. Voyda sizlar qanday tarix yozildi, bu futbolchilar boshqacha futbolchilar bo'lsin deydi bu el. Men ko'rmagan kunni ko'rsin deydi bu el. Bolam mendan baxtli bo'lsin deydi bu el. Men ko'rmagan kunni ko'rsin deydi bu el. Kuysa Men Bahodirni ko'pdan beri o'zim taniyman, ko'p suhbat qilganman. Bahodirni alami bor edi-da, chidab yuruvdi. Alpomish yurti o'zbek o'g'loni nimalarga qodir ekanini mana dunyo miqyosida ko'rsatgani, sabr, toqat bilan o'zini ustida ishlab, chinakam mehnatini natijasi. Men siz bilan g'ururlanaman. Yana bir marta katta rahmat sizga.